Xo'sh, 13-qishloqqa kelmaganimga ancha vaqt bo'lib ketgandi. Qishloqda nima o'zgarishlar bo'ldi ekan? Hech narsa o'zgarmabdi-ku. Ha, mayli, men uyimga boray, tezroq joylashmasam bo'lmaydi, ko'chada yurmay. Короче, yangi Motorola oldim. Buni qanaqa haydalishini o'zim bilaman, sizlar bilmaysizlar, chunki bu mashina meniki bo'lsa, sizlar qanday haydashni bilasizlar. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Jo'xa va ko'ryapsizlarmi qanday takoy turibman. Короче, do'stlar, sizlardan bitta iltimosim bor. Shunday pastga qarasanglar, video pastiga obuna degan tugma turibdi. Bitta bosasiz, 6 ta kanal chiqadi. 6 ta kanal ham o'zimning kanalim. Har birida udar kontentlar chiqarib boraman. O'shalarga tez-tez obuna bo'lib qo'ying, juda ham yaxshi bo'lardi. Tak videoga like ham bosing. Men esa mana Motorola'mni haydab tezroq uyimga yoniga yetamanda, keyin qishloq bir aylanib chiqaylik. Qani qishloqda nima o'zgarishlar bo'ldi ekan? Menimcha hech nima o'zgarmagan, chunki o'sha qishloqlar o'zgartira olmagan ham. Men bo'lsam o'zgarardi. Bu drift qilsa bo'lar ekan bunda. Qani dahshat вообще такой. Voy onasini hamsin dahshat drift qilsa bo'lar ekan, ko'rdinglarmi? Menga yo'qdi mana shunaqangi drifter mashina. Tak bo'ldi, mana shu yerda qoldiramiz. Tak okey, yaxshi, daraxt tagida turgani yaxshi, chunki quyosh nuridan va yomg'ir qordan himoyalangan bo'ladi. Hozir qish, lekin unchalik qor ham, yomg'ir ham yog'ayotgani yo'q, prosta tak oddiy ob-havo. Tak uyimga kelmaganimga ancha bo'lib ketdi. Assalomu alaykum desam hech kim yo'q. Agar uyda kimdir bo'lganda ham salom bermasdim, chunki balki yoshi mendan kichkina bo'lgani uchundir yoki yoshi katta bo'lgani uchundir, lekin yoshi katta yoki kichkinaligini aniq bilib bo'lmaydi. Tak, endi polizda ishlasammikan yoki boshqa ish qilsammikan bilmadim. Bu qishloqda o'zi yashash to'g'risini aytsam juda ham zerikarli. Bu 97 qishloqda bo'lsa kompyuterxona bor, zeriksam bor, kompyuter o'ynasam bo'ladi. Bu yerda bunaqangi o'ynayotgan joy ham yo'q, bilmadim nima qilsam bo'ladi. Faqat mana mashinamni drift qildirib yoki prosta aylanib yursammikan, yo'q, bunaqa ishlar to'g'risi bo'lmaydi. Bir normalroq narsa o'ylab topish kerak. Bu qishloqda ham kompyuterxona ochsamchi? Da, to'g'ri fikr. No, kompyuterxona ochish qimmatga tushib ketadi. Atak boshqa narsa ochsak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir soqqa keladigan, o'yin bo'ladigan narsa ochishimiz kerak. Ya'ni ko'chada o'ynaladi-yu, bitta ikkita o'yin narsalari bor. Voy, nima deyapman? O'sha narsalardan короче sotib olmoqchiman. Adashmasam 13-qishlog'imizga ham zakaz qilinadigan joy ochilgan. Ya'ni nimadir olmoqchi bo'lsa, zakaz qilinadigan joy ochilgan. Hozir o'sha bratanga borib zakaz qilib kelaman. Lekin menda adashmasam pul bo'lmasa ham kerak. Hozir bor sandig'imni ochib ko'raman. Pul yo'q, lekin qanday olaman unda? Merdan qanaqadir ish so'rab turib, evaziga pul olsam bo'ladi. Lekin mer buyurgan ishni qilishim uchun men вообще qiynalishimga to'g'ri keladi, chunki mer juda qiyin ish buyuradi. Mer buyurgan ishni qilish uchun kamida men 4 tam kerak bo'ladi. Ya'ni 4 ta jo'xa bo'lsa, mer aytgan ishni qilsa bo'ladi. O'zi 4 ta jo'xa qayerdan olaman men? O'zi bitta bo'lsam, shu bitta ham zo'rg'a turgan bo'lsam, ya'ni charchagan holatda o'zi qishloq, nari qishloqdan bu qishloqqa yurib kelguncha ancha vaqtim o'tib ketdi. Yaqinda shaharga ko'chib ketmoqchiman. Endi shaharga ko'chib ketsam nima bo'lardi? Shaharda mazza ish yo'q, mazza qilib yashasak bo'ladi, yashasam bo'ladi. Tak, hozir merni yoniga boramiz. Assalomu alaykum janob mer. Ha, Jo'xa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi kelib qoldingmi? Ha, yaxshi, rahmat. Qachon kelding o'zi? Ha, bugun ertalab kelgandim. Ha, yaxshi. Nimaga kelding? Ha, menga to'g'risini aytsam 1-2 so'm pul kerak, ya'ni 1-2 dollar kerak. Ha, nechta? Aniq bilmayman, hozir aytaman kelib, aniqni bilib kelay, aytgancha borib so'rash kerak, avval narx qancha bo'lishini. Ana bratdan quyosh qayerda? Kech bo'lib ketmadimi? Hali tepada ekan quyosh. Kech bo'lishidan oldin hammasini hal qilib olishim kerak-da. Agar kech bo'lib qoladigan bo'lsa yaxshi bo'lmaydi. Adashmasam mana shu bo'lsa kerak, lekin bu yerda qaranglar, musorxonani oldida qurishgan. Qaysi befarasat qilgan bu narsani bilmadim. 2 qavatli ekan, tepasiga chiqsa ham bo'ladi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Kela qol. Kimsan? Men seni oldin qishloqda ko'rmagan ekanman. O'zi qishloqqa 2-3 kun bo'ldi kelganingizga. Men avval yashardim bu yerda. Keyin ko'chib ketgandim 97-qishloqqa. O'shandan keyin meni ko'rmagansiz, ya'ni tanimaysiz. Tushunarli. Nima gap, nima xizmat, nima olib kelib berish kerak senga? Bilasiz, men qishlog'imizda bilgan bo'lsangiz kerak, kompyuterxona ham yo'q, na bir o'yingoh bor. Xullas, zerikarli. Shunaqa. Menga bir ikkita o'yinchoqlar kerak, ya'ni o'yinchoq deganimda o'yinchoq emas. Ko'chada qo'yib qo'yaman, avtomat ishlaydigan, pul berasiz, nimadir qilsangiz bo'ladi. Misol, ichidagi o'yinchoqni olish yoki bokser, mana shunga o'xshash narsalar kerak. Bo'ldi, yes qilamiz. Faqat biroz qimmat bo'ladi. Narx qancha bo'ladi? 1 stak dollar 64 ta bo'lsa, hisoblasak 80 dollar bo'lar ekan. Oho, 80 dollar? 80 ta dollar 8000 bo'ladimi?
Shunaqa bo'lsa kerak. Xullas shunaqa. Borib olib kelsang, zakaz qilib olib keldirib beraman. Bo'ldi, olib keldirayman, pul topib kelaman. Mayli, kelguningcha olib keldirib qo'yaman. Bo'pti, bratan. Tak, ana endi zakaz uchun narsani topish, ya'ni pul topish kerak. Pulni qayerdan olsak bo'ladi? Meni o'zimda adashmasam $900 bor edi. Shunda menda $900 pul bo'ladi. Umuman olganda $80,000 bo'lib ketadi. $8,900 bor ekan rostdan ham. Mer menga qanaqadir ish buyuradi, aniq o'shaning uchun topor, kirka mana 3 tasi kerak. Mana uni olib ketaylik. Bu balki o'shanga oid qanaqadir ish buyurishi mumkin-da. Tak, eshikni yopamiz. Hop. Merning yoniga tez borish kerak. Janob mer, men keldim. Короче, menga 1 stak va yana $10 kerak, ya'ni $74 kerak. Tushunarli. Unda senga ikkita ish bor. Ishlarni qilsang beraman. Qanaqa ishlar bor? Qishloqdagi hamma polizlarni yig'ishtirib olib kelasan. O'zi hamma bunga soliq to'lash kerak. O'sha soliqlarni sen yig'ishtirib kel. Mayli unda. Avval pulni bersangiz yaxshi bo'lardi. Men borib buyurtma berib kelardim narsalarga. Mayli. Ikkinchi qatordagi shkafda turibdi, ola qol. Mayli. Tak, meni shkafimga joylagan ekansiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tak, 8 ta olsam yetarmikan? Yo, o'zi 7 ta olsam yetar ekan. Tak, voy tushiryordim. Mayli, buni bittasini berib qo'shamiz. Bo'ldi janob, oldim hammasini. Bo'pti. Keyin tezroq qaytib kel. Mayli, hozir qaytib kelaman. Tak, ana endi ana buyurtmachi bratning yoniga borish kerak. Ya'ni buyurtma qilganimda olib keldirgan bo'lsa kerak. Chunki juda ham tezkor yetkazib berish xizmati mavjud ularda. Bratan, olib keldirdingizmi? Pullarni ber. Pullarni sandig'ingizga joylayman, bo'ladimi? Bo'ladi. Tak, mana 16 ta 64 80 ta deganingiz-a? 80 ta. Bo'ldi, mana oldim narsalarni. Mayli bratan, rahmat sizga. Kep tur. Xo'p. Tak, endi bu narsalarni qayergadir o'rnatish kerak bizga soqqa bo'lish uchun. Menimcha uyimda oldiga o'rnatganim yaxshi, chunki o'zimni ko'zimda o'ngida bo'ladi va kim nima qilyapti bilib tursam bo'ladi. Bitta bilyard bor ekan, bilyardni mana shu yerga o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Voy qishloqlar, bilyard o'ynaymaysanlarmi? O'ynaymiz. Qanchadan? Pulgami yo bepulmi? Pulli, конечно, 1 soatiga $100 dan, ya'ni bitta dollardan. Yo, arzon-ku. Arzonmi? Boshqa joylarda $10. Unda sizlarga $5 qilib beraman. Bo'ldi. Ikkalamiz o'ynaymiz. 1 soatdan keyin $10 beramiz senga. Mayli, o'ynab turinglar, men qolgan narsalarni o'rnatib chiqay. Bu narsani qayerga o'rnatsak bo'ladi? Bu narsani menimcha mana shu yerga o'rnatib qo'ysam bo'ladi. Bu o'zi nima narsa ekan? Bu nima bu musiqa qo'yiladigan narsa ekan. Mana shu yerda tursin. Ikkita mana bunaqangi o'ynaladigan narsa bor. Buni bittasini nima berib qo'yamiz. Chunki mana bu mahallamizdagi eng zo'r bino, shuni oldiga hamma to'planadi, shu yerda o'ynasa bo'ladi. Keyin merda uyini oldiga ham ko'pchilik keladi. O'sha uchun shu yerga ham o'rnatib qo'yaman. Shu yerda ham normal daromad bo'ladi. Bratan, o'rnatib chiqdim, hozir polizlarni yig'ishtirib kelaman. Xo'p, tezlash. Mayli. Tak, ana endi tezroq borib polizlarni yig'ishtirib kelaman. Ya'ni bu yerda ikkita poliz bor ekan. Hozir men topor kirkalar menga kerak emas, chunki faqat ketmonimda o'zi bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, tez yig'ishtirish kerak. Bratanlarni egalariga aytish shart emas menimcha, chunki egalari ham baribir soliq to'laydi-ku. Men aytmasam ular yoki men shunchaki olib ketsam, ular to'lamasa keyin ularni qishloqdan merimiz haydab yuborishi mumkin. O'sha tomonni o'ylayapman. Xo'p, qaytarib ekib chiqamiz yana bu yerlarga. Faqat sabzi ekkan ekan bu bratan. Yaxshi, mayli. Nima eksa ham muhimi soliq to'lab tursa bo'ldi bizga. Tak, bunisida bitta ikkita kartoshka aralashgan ekan. Xo'sh, okey. Titishni qaranglar tezligini. Shunaqa tez tita olasizlarmi? Shunaqa tez tita oladiganlar bormi? Men sizlarga vizit tashlayman. Necha sekundda tita olasizlar? Davayt yozib qoldiringlar. 5 tasini ekamiz, 5 tasi foyda. Agar hammasini ekadigan bo'lsam, bu yerga yetmaydi. Tak, qolgan joyiga sabzi ekamiz. Ekishni qaranglar tezligini. Qochib tur, basharang yog'im. Seni polizingmi bu? Men polizim, nimaga tityapsan? Soliq uchun olyapman. Meni mer jo'natdi. Bo'ldi, olaver unda. Mayli, yana qayerda poliz bor edi, adashmasam o'zimda polizim bor edi, lekin o'zim soliq bermayman, chunki menga 5 marta soliqlardan ozod etilish bo'yicha qaror chiqargandi janob mer. O'shaning uchun 5 marta hech qanaqangi soliq bermayman. Nima uchun deganda adashmasam qanaqadir ishiga yordam berganmidim, nimadir bo'lgandi, xullas esimdan chiqib ketdi. U 97-qishloqda edi aytgancha. Bu qishloqda unaqangi menda ligota yo'q. Endi bu qolishi mumkin. O'shaning uchun xavotir qilmasdan bemalol qilaversam bo'ladi. Xo'sh, tak, bu yerga qolganiga yarmiga sabzi ekamiz.
Xo'sh, qolgan yarmiga esa bug'doylarni ekib qo'yamiz. Menimcha hammasini ekib bo'ldim. Normal. Ana endi buni merga olib borib topshiramiz va uyimga qaytib kelib mana bu narsalardan pullarni yig'ishtirib olish kerak. Ya'ni qishloqlarda mana bunaqangi o'yin joylarida o'ynagani uchun. Bu qanaqa o'yin ekan, men o'zi tushunmadim to'g'risini aytsam, buni qanaqadir nimadir qilinadi. Tak, janob mer, olib keldim hammasini. Ha, bo'ldi. Undan 3-sandiqqa joylab qo'ying shkafga. Aha, 1, 2, 3-siga tak joylashtirib qo'ydim va men endi uyimga ketaversam bo'ladimi? Men sizga hech qanaqa qarz emasmanmi? Yo'q, bo'ldi, ketaver bemalol. Aha, mayli, rahmat. Aytgancha janob, uyingizni oldiga bitta o'rnatib qo'ydim o'shanaqa o'yin apparatidan. Qarab turing, hech kim o'g'irlab ketmasin. Bo'pti, qarab qo'yaman. Aha, mayli, rahmat, bratan Abdushi. Tak, bu brat qarab qo'ysalar yaxshi bo'lardi. O'zi ham normal narsaga o'xshayapti-yu, lekin tushunmadim to'g'risini aytsam, biroz g'alatiroq narsa ekan. Ekrandan hech nima ko'rinmayapti. Balki tushunmayotgandirim. Ha, men berk pul tiqish kerak ekan. Yaxshi. Demak, men odamlardan shunchaki pul yig'ishtirib o'tirmayman, shunchaki kechqurunlar kelib ochib pulni olib ketsam bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunday. Mana bu musiqa apparat. Bundan odamlar musiqa eshitadi, ya'ni jitillik keladi, qayergadir pul tiqadigan joyi bor. Mana bu yerga tanga tiqadi, bu yerda musiqani tanlaydi-dan, ichiga disk chiqadi, aytadi musiqa. Mana bu yer kolonkasi, mana bu yerdan ovoz chiqadi. Men shunaqa narsa bo'lsa kerak, ham bilmadim. Tak, ana endi kirib uxlay qolay, chunki juda ham charchaganman. Bor, men olmayman unaqa narsa. To'xta. Sen poker, sen hali cho'chqa go'sht sotyapsanmi? Ha, endi biznesda. Yo'qalik. Bitta do'ldirdim. Yaxshi, yomon odamni bitta do'ldirsa yaxshi bo'lsa kerak, bilmadim. Karoshdek uxlayman endi. Cho'chqa go'shti sotar ekan, u harom-ku, nimaga cho'chqa go'shti sotadi? Tak, uxlaymiz endi, svet o'chirib uxlaydi.